Yo'lda boshlanishida o'zingizga ishonchingiz past bo'lishi va o'zingizga shubha bilan qarash bu normal holat. Hozir shu mavzu bo'yicha o'zimni eng yaxshi ko'rgan videomni ko'rsataman. The top 10, you know, the Britney and the Spice Girls and the Backstreet Boys, and to think that I could possibly do what they do, not on such a big level. 2008-yilda Adele oz-ozdan tanilishni boshlaydi. Lekin hech qachon o'zini kumirlari Spice Girls'chalik mashhurlikka erisha olishiga ishonmaydi. Oradan atigi 3 yil vaqt o'tadi va 2011-yilda mana shu mashhurlik borasida Adele ulardan karrasiga o'zib ketadi. Ammo oradan shuncha vaqt o'tar ekan, Adele bizga hamisha Spice Girls fanati ekanligini eslatib turaveradi. 2019-yilda esa Adele Spice Girls'ni konsertiga tushadi va ta'sirli post yozib yuboradi. 10 yoshli Adele'ga kurashish va hech qachon ortga qaramaslik uchun ilhom bergan Spice Girls jamoasiga rahmatlar aytadi. Sizlarsiz men bu narsalarni hech biriga erishmagan bo'lardim. 5 ta britaniyalik legendalar deb yozib qoldiradi. Buni ham qo'ya turasiz. O'tgan yili Las Vegasdagi konsertida Adele tomoshabinlar zalida Kimsan Celine Dionni ko'rib qoladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, o'zingizga ishonchingiz past bo'lishi normal, o'zingizga shubhalanishingiz normal. Faqat harakatdan to'xtamaslik kerak. Hozircha shular.